20 ga 20 yoki 24 ga 16 hovlilarni juda ham ko'p ko'rganmiz. Bu xonadonimiz esa fasadini o'zi 24 metr, ya'ni ko'chadan ko'rganingizda ham katta haybatliga o'xshab ko'rinadigan hovli hisoblanar ekan. Xo'p, Ko'ro Cho'qadalashga ketmasdan o'ng qo'ldagi ko'chadan yo'l yuziga atiga 200 metr yaqinlikda joylashgan mana shu uglovoydagi xonadonimiz endilikda sotuvda. Uyimizning oldi tomon qismida foydalanadigan ogrodga ham kattagina joy qoldirilgan. Fasadi naqd 24 metr. Asosan 4 sotuvli hovlida 16 metr bo'ladi fasadi, lekin buniki juda ham katta ekan. Darvozaxonadan kirganimizda navesimiz, uning yonida esa ro'para qismida kattakon mehmonxona, ya'ni zal planirovka qilingan. Uning yonida hojatxona. E'tibor bergan bo'lsangiz, ko'plab uylarimizni pasti, ya'ni mana shu tomondan gabraska hammasinidagi podval qilib qo'yilgan ekan. Navbatdagi ko'radigan xonamiz uy dahliz ko'rinishidagi xona. Uy ichida sanuzil bilan birgalikda planirovka qilingan, ota-onalar uchun mo'ljallangan hisoblanadi. Keyingi xonadonimiz uy dahliz ko'rinishidagi ikki xona. Uy ichida buni ham sanuzil bilan birgalikda proyekt qilingan. Bu farzand uchun mo'ljallangani. Podvalini ham uy qilib foydalansa bo'laveradi. Navbatdagi qismimiz bu yerda yozgi oshxona yoki hayvon boqish uchun mo'ljallangan qismni planirovka qilishgan ekan. Xohlasangiz xona qilib olishingiz ham mumkin. Mana bu yerda hammom hamda hojatxona umumiy uchun mo'ljallangan. Oshxona, uning yonida ovqatlanib o'tiradigan kichkinagina xonani proyekt qilishgan. Menimcha oshiqcha xona yo'q, yetarli xona. Kamiga agar sizga xonalar kamlik qilsa, целый podvallar bilan turibdi. Tomlarini ham to'liqligicha tunkada yopishgan. Ko'rib turibsiz, g'ishshi ham pishig'ishdan ayamasdan urishgan ekan. Narxiga keladigan bo'lsak, ushbu xonadonimizniki $54,500 yana o'tib beradigan joy bor. Kommunal tarmoqdan elektr hamda suvdan muammo yo'q. Hujjatlari ham joyida. Pastdagi telefon nomerini qoldirganman, bog'lanishingiz mumkin. Videoni partiya sho'ro tomonidan joy qidirib yurganlarga jo'natib qo'yasiz.